Assalamu alaikum. Bütün dünyanın her qaysi yerlerindeki Uygur, Kazak, Özbek, Kırgız, Türk, Türkmen, Azer ve başka barlık Türkiye kırındaşlarına. Biz bugün Amerika paytaxtı Washington'da yaşayan Uygur cemaati, Özbekistan Cumhuriyeti'nin Amerika paytaxtı Washington'da turuşluq baş elçixanası aldığı topluşup 10. ayının 6. günü, yani tünügün Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi'de Özbekistan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti'nin Amerika ve Garip dünyası oturup koygan Uygur meselesini muhakeme kılış karar naisiga karşı turuş bile taşlıqalık için biz bugün Uygur cemaati bununla narazılık bildirip turuptimiz. Kazakistan ve Özbekistan büyük bir devlet. Kazak ve Özbek halkı tarihi, medeni, akıllık, batur bir millet. Biz ulanı söyimiz, ulardan pəxirlərimiz. Biz neçə əsrlərdən beri ular bilen oxşaş medeniyet, oxşaş til, oxşaş din, oxşaş ırıq, oxşaş itiqat bilen birbirimizi qollab, tərəqqi qilib, neçə 100 yıl, neçə 1000 yıl, neçə əsrinin başını keçirib, bugünkü günə geldik. Ama Sovet İttifaqı yemirilib, Orta Asiya Cumhuriyetleri, Türkiye Cumhuriyeti müstakil bolğandan keyin Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan qatarlıq Türkiye Cumhuriyetler Uygur'un müstakillik yolunu itidigan, Uygurlarını terörçi, 3 xil köçləb qaraydigan Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı'na əza olup Uygurlarını bar gücü bilen çəkledi, karşı durdu. 2017 yılı Xitay Kompartiyası Uygurlara karşı irqi qırğınçılıq siyaseti oturup koyğandan keyin Kazakistan ve Özbekistan BDT'da cəmi 10 qıtımdan artıq Uygurlarını davamlı qırğın qilishni qollab, Xitayni himoya qilib bilet taşladı. En qabul qilib bo'lmaydigan ichinishlik, numussizlik yeri shuki, 2022 yılı 31 Ağustos'ta Birleşken Devletler Teşkilatı'nın özü Xitay Uygurlarga karşı insaniyetga karşı cinayet ötküzüp doklat çıkardı. Muşu doklat çıkargandan keyinmi tünügün Özbekistan bilen Kazakistan hiç bo'lmasa bilet taşlaşının voz keçisi bo'latdi. Ama ular butkul dünyadaki garip, Hristiyan, Avrupa elleri Uygur'un meselesini muhakeme kılaylı deb ataydan teşebbüs kılayotgan vaqtida özümüzden milli, dini kırlaşımız bo'lgan Özbekistan, Kazakistan United Nations'ta supported China Xitayni qo'lladı. Bu biz üçün, butkul Türkiye milletler üçün, dünyadaki kırgınçılıkның derdini tatıyotgan barlık Uygur kardeşimiz için kabul kılgısız, mengi unutmayacağın tarihi cinayet hesaplanıdı. Biz bunu mengi unutmayız. Bu şerefsizlik, bu numussuzluk. Biz Özbekleri yaş görürüz. Medeniyetimiz ortak, hemminimiz ortak. Kazaklar bilen biz hoşna. Ular iğri küller kelgen çağda, Çar Rusya ulanı bisvaganda, Mongollar tacavüz kılganda, Kıtalların zulmü kuşurgan vaxtida biz Uygurlar dest durup ulanı kollagan idik. Ular müstakil bolgan vaxtida biz Şarkı Türkistan Uygursan durup ular üçün cavab çağıran, hoş bolgan, memnun bolgan idik. Biz Kazak, Kırgız, Özbeklerin ayrılmayımız deb, özümüzden devletimizin ismini Uyguristan deyişten ensirep, kırındaşımızın kolunu kemmesin deb, devletimizin ismini Şarkı Türkistan degen idik. Ve hala bugün gün gelgen çağda dünyadaki en ak köngül, biçare, samimi, durust xalqni bişiğen bu yığır gün gelgen vaxtida Özbekistan ve Kazakistan Uygurların ölümü şerik bolup atıdı. Özbekistan ve Kazakistan şunu bilsin ki biz Uygur halkı yalğız emas. Dünyanın her qaysi yerinde 2 milyon halkımız var. Bunlar azatlık için, erkinlik için, insan hakları için, demokratiya için, kişilik hukuk için bir jangchi. Ular pidayı bizning qo'limizdan nayt turib tushpa. Biz Xitayni qo'llagan har qanday davlatni sharmanda qila olamiz. Xitoy bilan hamkorlashga har qanday bir davlatni yetim qoldira olamiz. Bizning qo'limizdan media bor. Dünya halkı bizni qo'llayotdi. Amerika ve Avrupa İttifaqı bizni qo'llayotdi. Eğer Kazakistan ve Özbekistan özünün Xitoylar bo'lgan numussizlarcha hamkorlikni to'xtatmaydigan bo'lsa, biz buni ikki turli ishni qilamiz. Birinchi, Kazakistan ve Özbekistan bu numussizlikni to'xtatmaydigan bo'lsa, biz butkul dunyo bo'ylab necha milyon xalq hamkorlashib turib, bu ikki davlatning o'z qirg'inlashatganligini butkul dunyoga bildiramiz. Ularning erkin, demokratik taraqqiy qilgan Avrupa ellerinde, G'arbda, Amerikada yuzi bo'lmaydi, inoat bo'lmaydi, ularni hech kim qo'llamaydi.
Hech qanday bir davlat ularga büyük insanlarcha hurmatlar chiqarmaydi. Ularga no respect. Buningdagi hech qanday hurmat, barobar degan narsa mavjud emas. Buni bilish kerak, bizning qo'limizdan keladi. O'tgan 5 yilda biz dunyodagi eng kichik imperiya Xitoyning yuzini yerga urdik, rasvo qildik, sharmanda qildik. O'zbekiston, Qozog'iston davomli qo'lsa qilishni biz o'xshash qila olmaymiz. Bizning qo'limizdan keladi. Biz sizlarni qarindishimiz dedik. Sizlar qarindishimiz desanlar, biz sizlarga qarindosh emaslikdan qanday bo'lishini to'sib qo'yamiz. Bu birinchi. Ikkinchi, biz Uyg'urlar navbatda Uyg'urlarning qo'lda qiladigan bir qism tadbirlarni ishlatib turib, Yevropa, Amerika qatorliq davlatlar ve Dünya Bankası Özbekistan, Qozog'istonga berayotgan iqtisodiy yordamlarni milyard yordamlarni to'xtatishning amalini biz qila olmaymiz. G'arb dunyosi, Yevropa ittifoqi Qozog'iston ve O'zbekistonning Xitoyning qo'yniga o'zini atqanligiga qarab turmaydi. Ular g'azablandi. Qozog'iston bilan O'zbekistonning tungi qarori butkul dunyoni g'azablantirdi. Sizlar sosyal media qarab boqinglar. Tungi Twitterda Qozog'iston degan ism birinchi numurli holda muhokama qilindi. 7000'den artıq tweet 2 saat içinde itilib, Qozog'iston o'zining qarindosh xalqi Uyg'urlarni setib, Xitoy bilan hamkorlashda butkul dunyo to'lib ketdi. Mana uni biz qildik, biz Uyg'urlar qildik. Agar Qozog'iston bilan O'zbekiston o'z sharafini qaytarmasa, biz ularni qaytaramiz. Oxirgi so'zim, biz bugun faqat Uyg'urlar uchun yig'ilmadik. Biz Sharqiy Turkiston, Uyg'uristondagi qozoq, qirg'iz, o'zbek va boshqa millatlarning huquq uchun jam bo'ldik. Biz faqat Uyg'urlar uchun emas, Qozog'iston va O'zbekistonning buningdan keyingi mustaqillik uchun jam bo'ldik. Agar Qozog'iston va O'zbekiston darhol uyg'onmasa, Xitoy keyingi 5 yilda, 10 yilda bu davlatlarni yutib oladi. Iqtisod va bir yo'l siyosati bilan bu davlatlarning barliq siyosatlarini, barliq hukumat o'rinlarini, iqtisodiy sohalarni monopol qilib oladi. Buningdan biz ansiraymiz. Buningga yurtimiz og'riydi. Chunki bizdan Qozog'iston va O'zbekistonning mustaqilligini Xitoyga yo'qotib qo'yishni ko'rgimiz yo'q. Biz xohlamaymiz. Bu qirlashimiz mustaqil bo'lishi kerak, kuchli bo'lishi kerak. Shuning uchun sizlar Xitoyda o'zinglarni tortinglar. Xitoy biz bo'lganligimiz uchun sizlarni aman qo'ydi. Agar Uyg'urlar yo'qolsa, keyingi nishon Qozog'iston va O'zbekiston bo'ladi. Aziz qarindoshlar, biz Qozog'istondagi O'zbekistonga qirlashimizning bexatarligi, amallik uchun duo qilamiz. Ular yadidimiz, ular shu davlatning qonun siyosatiga rioya qilib, shu davlatni himoya qiladi, faqat o'zining madaniyati, kimligi, tili yashayotdi. Ular hech qanday aralashmadi. Ammo bizning umid qilamiz, dunyoning har qaysi joylaridagi erkin davlatda yashayotgan Uyg'urlar shu bechora xalqimizning gap qilmagan xalqimizning ovozini yetkazish kerak. Vatanda 5 million Uyg'ur xalq o'lyapti. Bosqinchilik uchrayapti. Qirg'in qilyapti. Milyon insonlar o'lyapti. Erlarimiz qul bo'lyapti. Bolalarimiz ota-onalardan ayrilyapti. Biz bunga rozi emas. Uzbekistan must stop supporting Chinese genocide of Uyghurs. Uyghurs and Uzbeks, Kazakhs are brothers and sisters in history. We have same culture, we have same identity, we have same religion, we speak same language, we share so many things, we have so many things in common. But today, Uzbekistan and Kazakhstan supported China, and they have been supporting China for the last 10 years. They have been supporting China for the last 30 years from their independence. Now we ask Uyghur community around the world, Uzbekistan and Kazakhstan, to stop its support the Chinese genocide of Uyghurs. We are innocent people. Western countries, led by the United States, they have supported the Uyghurs. But why? Why are you not supporting us?